Eslatib o'tamiz, siz Istiqlol telekanalida tushlikda dasturini jonli efirda tomosha qilmoqdasiz va biz bugun 7-mart kuni bayram arafasida yana bir karra barcha ayollarimizni go'zal bahor bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz va suhbatimizni ajoyib ijodkorlar jamoasi bilan davom ettiramiz. Demak, bizni navbatdagi mehmonlarimiz Shofirkon tumanidagi 3-son musiqa maktabi dostonchilik va baxshichilik yo'nalishi bo'yicha ustoz Niyoz aka Fayzullayev hamda u kishini mana 2-sinf o'quvchisi ekan Azizbek Aralov, adashmasam to'g'rimi? Allarov, Azizbek Allarov. Sizlarni xush ko'rdik dasturimizda. Ustoz, xush kelibsiz. Men bilishimcha Azizbek juda ko'p tanlovlarni g'olibi, ya'ni menga tashlangan ma'lumotlarda hatto xalqaro tanlovlarni g'olibi va bugungi kunda u aynan shu yo'nalishda tahsil olyapti, to'g'rimi? Dostonchilik va baxshichilik yo'nalishida. Unda birinchi bo'lib mana shu jajji san'atkorimizdan bitta chiroyli qo'shiq eshitsakda, so'ng suhbatni davom ettirsak. Rozimisizlar? Ha. Azizbek, qaysi qo'shiqni kuylab berasan hozir bizga? Gul o'g'li dostondan qolanlarim. Oy, ajoyib. Ya'ni bunga hozir seni imkoniyating yetarli, to'g'rimi? Unda eshitamiz. Baraka. Siz bilan. Hoy, sen Go'ro'g'li bilan do'st jo'ra yaqin bo'lmoq uyinda tursin. Bozorga ham birga yo'ldosh bo'lmagansan dedi. Go'ro'g'li deysan, Avazxon deysan, nega men tanmaysan dedi. Sen aytgan Go'ro'g'lini Botir o'g'li Avazxon men bilaman dedi. Bir qalandar ekansan, qalandarchilik bilan 5 yillar o'tarsan, 10 yillar o'tarsan. Mani otam Go'ro'g'liga salom degaysan deb, maylay turgan Go'ro'g'lini olmasdan Go'ro'g'lini o'zidan Go'ro'g'liga salomnoma aytgan sizni. Marhamat, sat hazar armon bilan bog'landi nozik qo'llarim. Borsangiz Go'ro'g'liga mandan salom qovlandirim. Yig'lamoqdan lol bo'lubdir shod shakar tillarim. Borsangiz Go'ro'g'liga mandan salom qovlandirim. Barakallah.
Yovlar so'rasa kimxon ovoz qildi deya borsangiz guruhliga mandim salom qovlandirim borsangiz guruhliga mandim salom Barakalla, barakalla. Hozir 2-sinf o'qiysiz, a? Mana 2-sinfda tahsil ola turib ham shunday katta bir dostonlarni yodlash, ham cholg'u asbobida chalish, bu ajoyib-ku. Necha yoshdan boshlagansiz o'zi umuman o'rganishni? Shu 11-12 yoshda. Ya'ni musiqa maktabiga kelganingizdan keyin, a? Hozir Niyoz aka ustozlik qilyaptilar, a, sizga. Qanaqa tanlovlarda qatnashdingiz bugungacha? Qanaqa yutuqlarga erishdingiz? Shu respublika xalqaro tanlovda 2-o'rinni egalladim. Aha. Hozir yana qaysidir tanlovga tayyorgarlik ko'rilyaptimi? Ha, Barakalla. 23, 24, 25 mart. sanalarda Xorazmga xalqaro tanlovga boramiz. Ajoyib, Nasib ajoyib. bo'lsa. Yoshlar o'rtasida, bolalar o'rtasida. Niyoz aka umuman o'zi san'atni baxshichilik, dostonchilik yo'nalishi bu eng qadimiy yo'nalishlardan va eng murakkab yo'nalishlardan biri. Va mana davlatimiz rahbarining o'sha baxshichilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan e'tiborlari sabab keyin musiqa maktablarida shunaqa yo'nalishlar ochildi, to'g'rimi? Albatta. Bugun qiziqish qanday umuman bu yo'nalishni o'rganayotgan yoshlar bormi o'zi? Endi albatta bor. Mana shu Xorazmda bo'ladigan tanlovga 3-son musiqa maktabidan adashmasam bir 15 ga yaqin o'quvchi Ishtirok etib keldi. anketa to'ldirdi. Nasib bo'lsa boradi o'qituvchilar bilan birga. Shundan ko'rinib turibdi o'zi Qiziqish qanchalik? qiziqish qanchalik ko'pligini. Aha. Nimalarni o'rgatasizlar? Bu yo'nalishda nimalar tahsil beriladi va qayerlardan olinadi o'sha qadimiy dostonlar, tarixiy dostonlar, kitoblardan olinadimi? Qayerlardan ularni olasizlar? Albatta endi Go'ro'g'li dostoni deymizmi, Sayodxon Hamro dostoni deymizmi, Tohir va Zuhro dostoni, umuman xohlagan dostonlarni maktabimiz kutubxonasidan mavjud. Shu Ya'ni kutubxonada adabiyotlar yetarli. adabiyotlar yetarli, faqat o'sha o'quvchiga qiziqish uyg'otib, o'quvchini zeriktirmasdan mana shu 2 yilga endi shu natijaga erishyapmiz. Ajoyib, ajoyib. Demak, bunaqa o'quvchilaringiz ko'p. Albatta, keyingi safar bular 2 ta kelish kerak edi. Keyingi safar nasib bo'lsa 2-sini olib kelaman. Nasib, nasib, Qolganlar 1-sinf. nasib. Lekin o'zingiz ham yaxshi qo'shiq ijro etasiz. Azaldan sizni bilaman. Boricha. Unda biror nima ijro etib berasizmi bizga? Otajon Xudoga shukr, buyuk san'atkor, buyuk hofiz shu kishini ijro qilgan Feruz Ush deymizmi? Feruz bir so'zi bilan ijro qilganlar, shuni harakat qilaman aytib berish. Mayli, mayli, eshitamiz uni.
Saldı kararıttı kadın aksine nazik biri saldı karanı gün başıma iki karanı kaşı küzü yar yarana Ham yüz ulek niyettir güzür Lallik arab şiirin sözün Haming trik ni öldürür Aile cefa karşı güzin yar yarana karşı güzin bir doğrudun Kanal değilesen irmez acele Kim niye cefalar tilmedi Ahir maya karşı güzin yar yarana şiirin lebin cismin ve can kim bekliyor Bak kaç kıyamet karşı güzin Bak kaç kıyamet karşı güzin Katta rahmat ustoz. Azizbek, faqat dostonlar yodlaysanmi yo boshqa yo'nalishda ham qo'shiqlar bormi? Aytadigan qo'shiqlar. Bor. Qaysi qo'shiqni aytib berasan bizga hozir? Ona haqidagi qo'shig'imiz shu yodlaganman. Aha. O'sha hozir ustozimiz bilan ijro etib beraman. Shu kelayotgan 8-mart bayrami bilan butun O'zbekistondagi onalarni, buvilarni chin qalbimdan tabriklayman. O'zing onajoningni, to'g'rimi? To'g'ri. Onamni, buvimni, hammalarini chin qalbimdan tabriklayman. Hozirgi qo'shig'im sizlar uchun. Ana bo'lmasam. Barcha ayollarimizga Azizbekdan chiroyli ona haqidagi qo'shiqni demak eshitib qolamiz. Yashollah.
rahmat Azizbek. Juda ham ajoyib qo'shiq bo'ldi. Rostdan ham onalarimizni madh etadigan ajoyib qo'shiq bo'lgan ekan. Ustoz, sizga ham minnatdorchilik bildiramiz bu ajoyib taronalar uchun. O'zi umuman musiqa maktabida turli tanlovlar, o'zlaringiz ham ichki tanlovlar, mana hisobot konsertlar o'tkazib turasizlar, to'g'rimi? Albatta, albatta. Har bitta o'qituvchi sinf konserti, keyin bo'lim konsert qo'yishi mumkin. Shu yoshlarni sahnaga o'rgatib, sekin-sekin tetapoya qilib, sahnaga o'rgatib boramiz-da. Bular hozir 11-sinfgacha tahsil olishadi, to'g'rimi? Ha, shunday. Maktabdan keyin kelib tahsil olishadi, shunaqa yo'nalishmi? Xuddi shunday. Endi baxshichilik yo'nalishi bo'yicha bizga shu ruxsat berilgan. O'quvchi shu dostondan qo'shiq yodladimi? Kim ijro qilgan, aslida qaysi baxshi ijro qilgan, shu nima soz bilan ijro qilgan, bu sozlarni yasaydigan ustalar haqida, qanday qilib yasash, qanaqa daraxtdan bo'ladi. Endi men ozgina katta ustalardan hozir ta'lim olib, sekin-sekin taxlayapman. Mana shu o'zingiz yasaysiz asboblarni? Endi kirishyapmiz. Mana bu bezaklarini. Mana Azizjonga bitta tor taxlab berdim. Sekin-sekin boshlayapmiz. Shularni o'quvchilarimga o'rgatyapman. Juda ajoyib, juda ajoyib. Ya'ni chalishdan ham tashqari buni yasashni ham bilsin deysiz-da? Ha, shu yasashni ham shularga o'rgatyapman. Juda yaxshi, juda yaxshi. Va bu an'ana davom etayotgani ham yaxshi. Albatta. Bo'lmasam yana bir chiroyli qo'shiq eshitamiz sizdan. Bayram tuhfasi sifatida ayollarimizga nimadir bir chiroyli narsa ijro etib bersangiz. Ha, albatta, ayollarimiz muloqim bayramlarni yuztasini ko'rsinlar. Rahmat. Endi esimga tushdi. Shofirkonlik Furqat Niyoz degan shoir akamiz, Alloh rahmat qilsin. Hozir shu kishini bir so'zlari bor. Ka'batulloh ham bo'la olmas, ona turgan xonaday degan gaplari bor. Juda ajoyib. Onani hurmat qiling, hech kishi bo'lmas onaday. Ka'batulloh ham bo'la olmas, ona turgan xonaday deydi. Shunaqa so'zlari yodimga tushib ketdi. Onalarimiz shunaqa bayramlarni mingtasini ko'rsinlar. Ya'ni har qanday bayramga ular arziydi demoqchisizda. Albatta. Bo'lmasam qo'shiqni eshitamiz. Xo'sh, ustozimiz oxiratlari obod bo'lsin. Harakat qilib ko'raman. Rahmatjon Qurbonovning ashulalarini. Mayli. Nazar
sen Bişavralarga Kılgın nazar sen Bişavralarga Hasret senindik, kişti cihandik. Hasret senindik, kişti cihandik. Başını kıyıp hastanelerge Başını kıyıp hastanelerge Güzel cemali hastaneler Katta rahmat ustoz. Mana shu yosh avlodni musiqa san'ati o'zimizni mana shu baxshichilik, dostonchilik yo'nalishida tahsil berayotgan ekansiz. Mana shu ezgu ishlaringizga biz sizga omad tilaymiz. Shogirdlaringiz albatta xalqaro tanlovlarda juda ko'plab marotaba g'oliblar, sovrindorlar orasida bo'lib, sizni xursand qilib yurishsin. Ya'ni ustoz qachon xursand bo'ladi? Qachonki qilgan mehnatlarini mevasini ko'rsa, to'g'rimi? Azbekka ham albatta bu endigina san'atga kirib kelayotgan ekan, lekin juda dadil qadamlar bilan kirib kelyapti. Buyuk san'atkor bo'lishini, o'sha ustozoda san'atkorlarimiz izidan borib bir xalqimizni eng sevimli san'atkorlardan biri bo'lishini tilab qolaman. Endi bayram arafasida turibmiz. Ikki og'izgina onalarimizga, ayollarimizga agar bayram tilaklaringiz bo'lsa. Onalarimiz uchun qancha gapirsa kam. Endi duri gavharning bahosi bor, ota-onaning bahosi yo'q. Ota-onaning bahosi ikki jahon xazinasidan ham ustun turadi degan gaplar esimga tushib qoldi. Albatta. Onalarimiz dunyo turguncha tursinlar. Ayollarimiz, qizlarimiz, albatta, albatta. Rahmat kattakon. Sizlarni yana dasturimizda ko'rishdan xursand bo'lamiz. Ustoz, shogirdlaringizni olib kelsangiz, albatta biz ham ularning san'atlaridan bahramand bo'lamiz. Biz esa shu o'rinda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz va albatta ertaga chiroyli bir bayram, butun mamlakatimizning go'zal ayollari xotin-qizlar bayramini nishonlashadi. Biz chin qalbimizdan bizni go'zal opa-singillarimizni, Munisa onaxonlarimizni, jajji qizaloqlarimizni ijodiy jamoamiz nomidan ham chin yurakdan tabriklaymiz. Va shunday bir chiroyli satrlar bilan bugungi dasturga yakun yasashni istadim. Beshi quchib allalar aytgan, har tuqqanda o'limdan qaytgan, gul iforli nozik gulbadan sen dunyoga keraksan ayol. Sen bo'lmasang erkaklar xarob, orzu umid ertaklar sarob. Mayli ba'zan bersang ham azob, sen dunyoga keraksan ayol. Qorasanmi yoki oq, sariq, semizmi yo o'rta oriq, bo'lsin mayli tovoning yoriq, sen dunyoga keraksan ayol. Har bir millat yashnasin uchun, qo'rqmay qadam tashlasin uchun, har zamonda, har kecha, har kun sen dunyoga keraksan ayol. Sen quyoshsan mehrga to'lgan, sen bir gulsan qarovsiz so'lgan, opa singil, ona, qiz bo'lgan, sen dunyoga keraksan ayol. Ayollarimiz hamisha kerakli bo'lsinlar, hamisha sevimli bo'lsinlar va mana shunday chiroyli bayramlarni uzoq yillar onalarimiz, opa-singillarimiz, go'zal ayollarimiz nishonlab yursinlar. Siz bilan esa xayrlashamiz. Bayram muborak bo'lsin. Bizni dasturlarimizni hamisha kuzating, hamisha biz bilan birga bo'ling va biz sizga xush kayfiyat taqdim etishda davom etamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.